Dasturimizni yana mahalliy xabarlar bilan davom ettiramiz. Paxtakor tumanida o'zbek xalqining uzoq yillik milliy qadriyat, udum hamda an'analarni o'zida aks ettirgan ma'naviyat festivali tashkil etildi. Maktabgacha va maktab ta'limi muassasalari o'g'il-qizlari, mahalla fuqarolar yig'inlari va nodavlat notijorat tashkilotlar faollarini bir maqsad yo'lida birlashtirgan festival tafsilotlari bilan muxbirimiz lavhada so'z yuritadi. Baxmal vodiylarida, qirlarda bahor deb nomlangan festival o'z nomiga mos tarzda bahoriy kayfiyat hamda yurtdoshlarimiz qalbidan mustahkam joy olgan milliy qadriyat va an'analarning uyg'unligi vositasida tashkil etilgan ko'rgazmalar bilan boshlandi. Ko'klam taomlari va milliy liboslar, hunarmandchilik va zardozlik namunalari, yosh sportchilarning ko'rgazmali chiqishlari, rassomlik iqtidoriga ega yoshlar tafakkur qobiliyatining amaliy ifodasi bari-barisida yoshlar jismidagi jo'shqinlikni, bahoriy yangilanish va yasharishni ilg'aysiz. Mana bugun biz shogirdlarimiz bilan tadbirga qatnashishga keldik. Shogirdlarim juda ham o'z ishini ustalari bo'lib yetishyapti. Milliyligimizga, milliy urf-odatlarimizga, milliy an'analarimizga juda ham qiziqishadi. Milliy liboslarni chizish, yanada ham mukammallashtirish bo'yicha o'z ishlarini amalga oshirishgan. Ushbu bayram bilan barcha xalqimizni, yurtimizni qutlayman. Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Mana yurtimizda bahor, yangilanish, yasharish faslida hamma milliylik, milliy liboslarda, milliy urf-odatlarimiz, milliy taomlar juda ham chiroyli, ko'tarinki ruhda tadbirlarimiz o'tmoqda. Biz hozir Paxtakor mahallasidan ishtirok etyapmiz. Farzandlarimiz, oilamiz bilan juda ham chiroyli, yurtimiz tinch, musaffo, osmonimiz musaffo, xonadonimiz fayzli. Allohga behisob shukrlar aytamanki, yurtimiz tinchligiga. Mana shunday bayramlar ko'proq bo'lsin. Festival doirasida tashkil etilgan 3 avlod uchrashuvida esa katta avlod vakillari bo'lmish ko'pni ko'rgan insonlar bolalarga mehnat faoliyati va umr davomida erishgan hayotiy tajribalari misolida ulg'ayish mas'uliyati, ona vatan va oila qadri, insoniylik, muomala va odob haqida so'zlab berishdi. Bu 3 avlod tadbirlardan xulosa oldimki, ota-onamga xizmat qilib, vatanim sarqitlarini keng qo'riqlash, bilim olib, hunar olib, oliy yurtlarda o'qib, ota-onamga, vatanimga xizmat qilib, er-yigit bo'lib yashashim kerak. Paxtakor tuman istirohat bog'ining sahnidagi ko'rgazmalar, ishtirokchilar ijrosidagi xalqona qo'shiq va laparlar ijrosi festivalning asosiy sahnasiga ko'chib, bolalar va xalq etnografik ansambllari tomonidan tayyorlangan teatrlashtirilgan tomoshalar bilan davom etdi. Ishtirokchilar va mehmonlarga yoqimli taassurot ulashgan festivalning e'tiborli jihati unda milliy an'ana va qadriyatlar, taomlar, liboslar, shuningdek raqs va tomoshalar ijro etgan barcha faol ishtirokchilar viloyat ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda tuman hokimligi tomonidan taqdirlandi. Prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan keng ko'lamli qadriyatlar oyligi doirasida milliy raqs yo'nalishida o'zbek milliy raqsi Dilxiroj raqsini ijro etib, faxrli birinchi o'rinni oldim. Bu tanlovda ishtirok etganimdan juda ham xursandman va bunday biz uchun yaratilgan shart-sharoitlardan prezidentimizga kattakon rahmat. Inson tafakkuri, milliy an'ana va qadriyatlar bulog'idan qonsagina tiniq tasavvurlarga, bilim va tajribaga boyib boraveradi. Shu ma'noda viloyatimizning har bir hududida katta ko'tarinkilik bilan tashkil etilayotgan mana shunday festivallar tafakkuri yuksak, vatanga sodiq, istiqboli va iqboli baland yoshlarni tarbiyalash borasidagi salmoqli ahamiyatini yo'qotmaydi. Aksincha, xalqona qadriyatlarimiz qanotida mudom yashaydi.